Tradingga juda ham bir qiziqish kundan kundan ortib boryapti. Bu uchun hamda 2000-3000 dollar yo'qotib keyin o'rganmakka kelganda 30 dana shartnoma tayyorladik. 300 dollardan do'stlar. Hammaga salom do'stlar. YouTube kanalimda yangi video, xudo xolasa sizlar bilan XF Show, prop trading, algo trading, tradingni o'zi novidan boshlash haqida sizlar bilan batafsil gaplashamiz. Yaxshilab o'rnashib olinglar. Kuzatishda davom eting. Turnir do'stlar, turnirga ko'pchilik qiziqdi. Mayli istoriya yoki reels qo'ymadim. O'zimni bilasizlar, Xorazm Forex gruppamiz bor, kanalimizning gruppasi. Men ko'p bir ma'lumotlarni, yangi loyihalarni shu gruppada yoritaman do'stlar. Shu gruppada ko'proq aktivman. Storieslarga qaraganda, shuning uchun ularni qo'ysanglar, ana yangiliklarni bilib turasizlar. Ko'pchilik turnirimizga qiziqish bildirib turibdi. Biz avvaldan shu sohada yana har xil yangiliklarni aytib kelyapmiz do'stlar. Bu turnirdan amalga oshirish istagimiz bor. Bunun uchun do'stlar bepul qatnashish, shunday 30 odamni ishtirokchi etib olacakmiz. Ana tomoshabin sifatida gelsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Bu yerda shu action, tezkorlik, savdogarlik, ana bu nodidez treyderlarimizning chaqqonliklarini, hamma shu skilllari deydi-ku, shu narsalarni birgalikda sizlar bilan kuzatamiz, ko'ramiz natijalarini. Ana yaxshi natija qayd qilgan treyderlarimizni ajoyib bir brokerlardan sovg'alarni tayyorlab qo'yibmiz, xudo xolasa, quruq ketmaysizlar. Qatnashish bepul. Ofisimizga kelasizlar, shu anketa beradi qizlarimiz, yana ikkinchi etajga chiqsanglar, anketani to'ldirasizlar, уже joyingizni band etdingiz, yoki 30 kishidan birsini band etdingiz, уже ana keyingi sonimizda ishtirok uchun kelaverasizlar. Xudo xolasa bu narsalarni har 10 kundan, 15 kundan rejalashtirib, planlashtirib o'tirish istagimiz bor do'stlar. Bunda shu treyderlarimiz bilan fikr almashamiz, donishamiz, boshqa bo'lamiz. Shu Xorazmdagi bir treyderlar hamjamiyatini, community'sini birgalikda sizlar bilan tuzamiz do'stlar. Kelinglar, hammaga demo hisob beriladi 1000 dollardan 1 soat savdo. Ana kim ko'p aytdi, shu sovrinni egalladi. Demak, ofislarimizga tashrif buyurib, anketalarni to'ldirasizlar, joylaringizni band etasizlar, sizlar bilan shouda ko'rishamiz. Do'stlar, demak, shahrimizda, umuman O'zbekistonda tradingga juda ham bir qiziqish kundan kundan ortib boryapti. O'zi shu bratlarimiz, akalarimiz, do'stlarimiz o'zlari XM yoki Market bizga taklif etadigan brokerlardan ro'yxatdan o'tib, hisob raqam ochib, uni UzCard himoyalar bilan to'ldirib faoliyatlarini boshlab turibdilar. No, afsuski ko'p hollarda bu narsa do'stlar minus bilan yakun topib turibdi. Buni shu sabablari oddiy do'stlar. Biz o'zimiz bilmagan, tushunmagan sohada darhol pul topishga intilishimizdan. Buni ozgina baribir yo'l yo'riqini ko'rib olish kerak. Bizga kurs sotish yo boshqa tema emas do'stlar, baribir любой narsa. Masalan, kelsangizda pulingiz bor. Bir qassobning ishi yurishib turibdi. Darrov sen mol sotib olib turib qassob bo'lib keta olmaysiz-ku. Uni nerdan kesish, boshqa shu elementar narsalarni baribir o'rganib, keyin faoliyat boshlagan yaxshi. Bu uchun hamda 2000-3000 dollar yo'qotib keyin o'rganmakka kelganda yo'l yo'riqini ko'rib olib, уже spokойni o'zingizni pullaringizni bu bozorda boshqara oladigan darajada ishingizni boshlaganingizda baribir yetmaydi. O'zi ham ana 1 oy, 1,5 oy o'zimizni ustimizda ishlasak, sohaga ilk qadamlarimizni to'g'ri yo'llar bilan qo'yib biladigan bo'lamiz. Bizda hozirgi kunda do'stlar 3 xil pozitsiyada dasturlarimiz bor. Bular start, zeta, professional gruppalarimiz. O'sha banda onlayn kurslarimiz ham bor. Endi ko'p ma'lumotlarni ofislarimizga kelib yoki shu adminlarimizdan olsanglar bo'ladi do'stlar. Bu narsani chuqur o'rganib, keyin ana faoliyatimizni boshlaganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozirda bizda shu start gruppamizda 16 yoshdan 21 yoshdagi do'stlarimiz, ukalarimiz uchun aksiya uyushtirdik do'stlar. Ya'ni 30 dana ishtirokchi olamiz, 30 dana shartnoma tayyorladik, 300 dollardan do'stlar. Tradingni noldan o'rganib, o'zlaringiz faoliyatlaringizni boshlaydigan darajada atib shu shogirdlarimizni tayyorlaymiz. 2 dana gruppa bo'ladi, 15 kishidan. Xudo xolasa ikkisini ham parallelni bilimlarini oshirib boramiz. Bir kun dars, bir kun praktika bo'ladi do'stlar. Keyin ana 15 ni birgalikda shu o'zaro raqobat atamiz shunda. Ya'ni bilimlar aro tajriba raqobati atamiz. Ya'ni birlari bilan shu battle'lar uyushtiramiz, ish qilib tajribalarimizni maksimal oshiramiz, skilllarimizni olamiz sohaga doir kerakli. Bu narsalar aksiyamizda aytib o'tganimdek 16 yoshdan 21 yoshga deydi do'stlar, kelasizlar, bemalol shartnomalarni tuzib o'z joylaringizni band etib ketasizlar. 30 dana shartnoma 31-maydan birinchi darslar boshlanadi o'sha do'stlar. Xudo xolasa kim niyat etib yurgan bo'lsa, planlashtirib yurgan bo'lsa, ayni muddao yaqinda yana maktab bitiruvchilarimiz, o'sha maktab o'quvchilari ham juda ham ko'p intilishlar keladi. Bizlar shu 14-15 yoshli bolalar ham keladi. Ana bizlar shu 9-sinfdan 11-sinfga deyin chegara qo'ygan holda 16-21 atib turib tuzdik bu narsani. Xudo xolasa bemalol kelib yana
o'rganinglar, bilimlaringizni oshiringlar, xudo xohlasa chiroyli savdolarni birgalikda qilamiz sizlar bilan. Prop trading haqida ko'p to'xtalib o'tiribman do'stlar, nechun desa YouTube kanalimda ham, o'zlaringiz ham, bu yerga kelgan mijozlarimiz ham hammaga ma'lumotlar berilgan, уже bundan qanday foydalanishni bilasizlar do'stlar. Berlar ham уже 3-4 dana sertifikat qo'shildi bizada, hozir ozroq vaqtim bo'lmay turibdi, tez orada yopishtiraman. 31-mayga deyim bizlarning hamma prop hisoblarimizda chegirmalar qo'yilgan do'stlar. Bemalol ofislarga kelib, yana menejerlar orqali yoki Telegramdan o'zimga yoki adminlarga yozib turib, ishlaringizni hal etsanglar bo'ladi do'stlar. Hammaga shunday xudo xolasa profitlarni tilab qolaman.